biriktiruvchi to'qmani ko'payib ketishi bu sirrozga olib keladi. Xavflisi bu jigar yog' bosishi. Chunki hozirgi vaqtda odamlar tana vazni ortib boryapti, harakati kamayib boryapti va semirishga moyil odamlar. Faqat jigarni alishtirish kerak, transplantatsiya qilish kerak. Nimaga kimyoviy dori, nimaga tabiiy dori emas? O'sha ma'lum bir tabiiy narsalarning ichida sizga ijobiy ta'sir qiladigan, sizni kasalingizga shifo bo'ladigan qandaydir modda bor. O'sha tabiiy narsa ham kimyoviy elementlardan tarkib topgan. Saidaz aka, xudo xolasa bugun sizga jigar sirrozi haqida savollar tayyorlab kelganman. Inshaalloh shularga javob bersangiz manfaatli bo'ladi ko'pchilikka. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Jigar sirrozi o'zi nima va uni davosi bormi? Jigar sirrozi haqiqatda eshitganda vahimali kasallik hisoblanadi. Xalqimizda ham shunaqa fikr. Vahimali sirroz deganda vahimaga tushishadi. Sirrozi har xil bosqichlari bor. Kechki bosqichi bor, erta bosqichi bo'ladi. Shuning uchun buni darrov eshitganda vahimaga tushish kerak emas, holat ko'rilishi kerak albatta. O'shanga qarab, keyin hamma to'liq tekshiruvlardan o'tgandan keyin yakuniy xulosa bo'ladi. Oldindan siz o'larkansiz, bir xil shifokorlar aytib yuboradi-da, bo'ldi bunga paloncha vaqt qolibdi yashashiga. Oldindan hech qanaqa aytib bo'lmaydi holatini. O'shaning uchun to'liq tekshiruvdan keyin aniq bo'ladi, qaysi darajada, qaysi bosqichdaligi. Sirroz bu jigarni normal hujayralarini, jigarni hujayrasi bu gepatatsit deydi. Mana shu hujayralarni qandaydir sabab ta'sirida parchalanib, me'yordan ortiq ko'p parchalanib ketishi natijasida organizm u o'lgan hujayralarni o'rnini to'ldira olmasligi sababli boshqa hujayra bilan, ya'ni biriktiruvchi to'qima bilan, jigarni ishini qila olmaydigan hujayra bilan, to'qima bilan o'rnini to'lishi. Mana shu biriktiruvchi to'qimani yillar mobaynida ko'payib borishi, jigarni me'yoriy normal gepatatsitlarning sonini kamayib borishi natijasida shu biriktiruvchi to'qimani ko'payib ketishi bu sirrozga olib keladi. Buni oddiy til bilan qanaqa tushuntirish mumkin? Qanaqa holatga o'xshatish mumkin buni? Masalan, bir mashina ishlab chiqaradigan zavod deb olaylik. Zavodda o'sha mashinani ishlab chiqarish uchun har bitta o'zini mutaxassisi bor. Eshigini yig'adigan, balon taqadigan, motorini qiladigan, bo'yaydigan ma'lum bir soni bor. O'sha har kuni 100 ta mashina chiqishi uchun masalan 30 mingta odam ishlash kerak. Endi ma'lum bir sabablarga ko'ra kuniga 5 ta, 6 ta, 10 ta odam kasal bo'lishi mumkin. Kelmaydi zavodga, to'g'rimi? Zavodning ishi buzilmaydi. O'sha mashina chiqaveradi shuncha vaqt. Endi vaqt o'tishi bilan bir kun 10 ta kelmadi, ertasi kuni 20 ta, 30 ta ko'payib boraversa-da, o'rniga o'rin mutaxassis kelmasa, ana o'sha kelmayotgan mutaxassis o'rniga boshqa mutaxassis kelmasa, ko'chadan bitta odamni olib keldingiz yoki u ishni tushunmaydigan odamni olib keldingiz-da, u yoqqa o'tkazib qo'ydingiz. O'rgatmadingiz unga nima qilishga, o'tkazib qo'ydingiz-da. Nima ish qilishni bilmaydi u odam. U 100 ta mashina chiqish kerak, to'g'rimi? Oldiniga kamayadi, 90 ta chiqadi, 50 taga tushadi. Oxir oqibat nima bo'ladi? Zavod umuman ishlay olmay qoladi. Chunki umuman mutaxassis qolmadi. O'ringa-o'rin mutaxassis kelmayapti. Ya'ni siz ulgurmayapsiz. O'sha bo'yaydigan odamni yetishtirib berishga, o'qitib, uni boshqa qilib birdan kamayib ketyapti-da. U mutaxassislarni o'qitish uchun vaqt kerak-ku. 6 oy kerakdir, 1 yil kerakdir. Lekin siz u vaqt ichida ulgurmayapsiz-da, birdan kamayib ketyapti. Shu 30 mingta odamda misol 5 mingta, 1000 ta qolganda zavod o'zi nima qila olmaydi? Mashina ishlab chiqara olmay qoladi. Mana shu holat sirroz degani. Juda tushunarli bo'ldi. Zo'r tushuntirdingiz. Rahmat. Saidaz aka, jigar sirroziga nimani olib keladi? Qaysi kasallik turlari jigar sirroziga olib kelishi mumkin? Jigar sirroziga
eng ko'p sababi bu viruslar. Eng ko'p tarqalgani gepatit B virusi, gepatit C virusi, keyin gepatit B plus delta virus bilan birga kelganda va O'zbekiston sharoitida hozir butun dunyoda ham muammo bo'lib turgan jigarni yog' bosish kasalligi va uni natijasida kelib chiqadigan steatogepatit. O'sha jigarni yog' bosish sababli jigarni keyinchalik doimiy surunkali ravishda yallig'lanish. Yallig'lanish deganda bizani odamlar nimagadir shamollash tushunadi-da. Vaspaleniya degani yallig'lanish, ruschasiga vaspaleniya, o'zbekchasiga shamollash deb tarjima qilinadi. O'zi to'g'ri tarjimasi u yallig'lanish. Yallig'lanish degani jigar hujayralarining yallig'lanishi degani jigar hujayralari qandaydir ta'sir natijasida parchalanyapti degani. O'zi masalan jigar hujayrasi ma'lum bir vaqtga yetgandan keyin yoshini yashab bo'lgandan keyin qo'pol qilib tushuntirsak o'ladi u. O'lgandan keyin o'rniga o'rin yangi hujayra o'sadi, ulg'ayadi va uni ishini nima qiladi? Davom ettiradi. O'ringa o'rin keladi. Bu o'ldi, o'ringa o'rin keldi. To'g'rimi? Masalan, bir kunda 1 millionta hujayra o'lsa, o'ringa o'rin 1 millionta hujayra paydo bo'ladi. Rivojlanadi, shakllanadi, o'ringa o'rin bosadi. Endi mana shu virus ta'sirida, qandaydir virus ta'sirida gepatit B virusi deylik. 1 millionta o'ladigan hujayra bir kunda 1 millionta o'lmaydi-da, 5 millionta o'ladi. 5 millionta o'lyapti kuniga, 5 millionta yoki undan ko'p o'lyapti. To'g'rimi? Endi ularni o'rniga anaqa qiladigan hujayra ularni ishini bajaradigan yangi hujayralar yetishmaydi. Ya'ni bizning organizmimiz 1 millionta hujayra o'lsa yetishtirib bera oladi, lekin 5 milliontaga yetishtirib bera olmaydi. Mana shunaqa sabablar bor. Ikkinchisi bu gepatit C virusi, gepatit delta virusi. Shuning uchun undan tashqari yana boshqa sabablar bor. Bu ham ko'p tarqalgan spirtli ichimliklar iste'mol qilish. Spirtli ichimliklar ham jigarga zaharli ta'sir ko'rsatadi. Natijada xuddi yuqorida aytganimizdek jigarni yallig'lanishiga olib keladi. Boshqa sababi bu dorilar, dori vositalar. Ko'pgina dori vositalari jigarga zaharli ta'sir qilishi mumkin. Bu degani dorilarni ichmaslik kerak degani emas. İchmaslik kerak degani emas. Dorilarni doktor nazoratida, doktor buyurgandan keyin ichish kerak. Va u dorilarni ichish mobaynida bemor o'zini kuzatib turish kerak. Doktor masalan aytadi, 2 haftadan keyin mana qon analizini tekshirib ko'raylik, chunki bu jigaringizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan dori. O'sha vaqtda siz analiz qilasiz, agar jigaringizga dori yomon ta'sir qilayotgan bo'lsa, doktor buni analiz orqali aniqlaydi. Aniqlagandan keyin o'sha dorini yo bekor qiladi, yo dozasini pasaytirishi mumkin, jigarga ta'sirini kamaytirish uchun. Mana shu dorilarning ta'sirida natijasida kelib chiqadigan yallig'lanishi dori sababli kelib chiqqan gepatit deb ataladi. Toksik gepatit bor. Masalan, zaharli qanaqadir vositalarni iste'mol qilish natijasida kelib chiqishi mumkin. Toksik gepatit kelib chiqishi mumkin. Undan tashqari autoimmun gepatit bor. Bu ham jigarni zararlanishiga olib keladi gepatitga va oxir oqibat sirrozga olib kelishi mumkin. Autoimmun gepatit o'zini immuniteti tomonidan jigarga hujum bo'lishi. Immunitet tomonidan shunaqa hujayralar ishlab chiqaradi. Shunaqa birikmalar, kompleks birikmalar ishlab chiqariladi. Ana shu birikmalar jigar hujayralarini o'ldira boshlaydi. O'zini hujayrasi bo'lsa ham. Bu autoimmun holat, autoimmun gepatit deyiladi. Undan tashqari Wilson kasalligi, ya'ni Wilson-Konovalov kasalligi bor. Bunda organizmda mis almashinuvi buziladi. Natijada missi jigarda to'planishi, miyada to'planishi natijasida jigar hujayralarining me'yoridan ortiq nobud bo'lishiga va gepatitga keyinchalik sirrozga olib kelishi mumkin. Shu sanab o'tganlaringiz ichida eng xavflisi qaysi deb o'ylaysiz?
Eng xavflisi har doim kasallanish ko'p bo'ladigani hisoblanadi. Bu o'sha viruslar keltirib chiqargan kasalliklar. Gepatit B, gepatit C va gepatit B plus delta viruslari. Shu infeksiyalari keltirib chiqargan kasalliklar. Tushunarli. Ular ko'p tarqalgani sababli. Autoimmun kasallik, autoimmun undan tashqari o'sha Wilson kasalliklari, bular irsiy kasalliklar. Autoimmun kasalliklar ham irsiy komponenti bo'lishi mumkin. Ular kam uchraydi umumiy populyatsiyaga olib qaraganda va xavflisi bu jigar yog' bosishi. Chunki hozirgi vaqtda odamlar tana vazni ortib boryapti, harakati kamayib boryapti va semirishga moyil odamlar. Ayniqsa O'zbekiston sharoitida har kuni reklama Instagramda ko'rsangiz nima ovqatlanishga reklama, targ'ibot. Bu yerda yaxshi ovqat qilyapti, bu yerda osh qilyapti, bu yerda mochkir chiqyapti, fast foodlar reklamasi va odamlar nima qiladi? Natijada jigari ko'p ovqatlangani, harakat kamligi sababli tana vazni ortadi. Buni natijasida jigarda yog' bosishi kelib chiqadi. Bizga kelayotgan bemorlarni 95-96% da jigari yog' bosgan. Qanaqadir darajada. Idealni jigari yo'q. Tushundingizmi? Hayot tarzi noto'g'ri. Hayot tarzi noto'g'ri. Jigarda me'yorida 5% gacha yog' bo'lishi kerak. Bizga bemorlar keladi 30%, 60% dan oshiq jigari yog' bosib ketgan. Hamma o'ylaydiki, bir kapelnitsa yozib bersa, doktor shuni 10 kun olsam, jigarimda yog'lar bo'ldi, erib ketadi, yaxshi bo'lib ketaman deb o'ylaydi. Unaqa bo'lishi mumkin emas. Siz u yog'ni 20 yil, 30 yil jigaringizda yig'gansizda, qanaqa 10 kunda u erib ketadi unaqa. Unaqa bo'lishi mumkin emas. Saidaz aka, mana deylik, bir odam gepatit o'sha B plus deltasi bor, plus sirroz rivojlanyapti. U odam qanday hayot tarzini kechirish kerak? Hayot tarzi. Xo'p. Birinchi navbatda to'g'ri ovqatlanish tartibi bo'lishi kerak. Endi sirroz rivojlanayotgan bo'lsa, agar o'sha to'g'ri ovqatlanish tartibi, oqsilga boy mahsulotlar iste'mol qilish kerak. Yetarli miqdorda, agar assit rivojlanmagan bo'lsa, yetarli miqdorda suyuqlik ichish kerak. 1,5-2 litrdan kam bo'lmagan holatda uyqu yaxshi bo'lishi kerak va jismoniy faollik. Endi yugursin yoki qanaqadir zalda tosh ko'tarsin deb aytmaymiz, lekin yengil sport, suzishga borishi mumkin, yurish, shunaqalar bilan shug'ullanish kerak. Albatta, jigarni steatoza yog' bosishini oldini olish kerak bizani holatda. Boshqa viruslar yuqib qolishini oldini olish kerak. Masalan, gepatit C virusi. Shularni oldini olish kerak bo'ladi. Shunaqa tavsiyalar bo'ladi. Jigarni zararlashishi maksimal darajada kamaytirish kerak. Xuddi shu jihatdan spirtli ichimliklarni ichmaslik kerak va o'sha dorilarni ham ichayotganda doktor bilan maslahatlashib iste'mol qilish kerak, ichish kerak bo'ladi. O'z boshimchalik bilan notanish har xil dori vositalarini ichib bo'lmaydi. Sirrozni oldini olish uchun nimalar qilish kerak? Sirrozni oldini olish uchun 6 oy, eng uzog'i 1 yilda tibbiy ko'rikdan o'tish kerak. Birinchi navbatda agar gepatit B ga qarshi emlanmagan bo'lsa, emlanish kerak. 2001-yilgacha bo'lgan odamlar gepatit B ga emlanmagan. 2001 dan tug'ilgan bolalar hozirgi vaqtgacha emlanib keladi O'zbekiston Respublikasida. 2001 dan oldingilar emlanmagan, ular o'zini emlatish kerak. Gepatit B ga emlangandan keyin gepatit B yuqmaydi sizga. Qon quyadimi, tish davolatasizmi, operatsiya bo'lib qoladimi, yuqmaydi gepatit B. Gepatit B yuqmagandan keyin gepatit D ham yuqmaydi. Eng xavfli viruslardan gepatit delta yuqmaydi. U viruslar yuqmagandan keyin sirroz bo'lish xavfi pasaydi, to'g'rimi? Gepatit C masalasida. Gepatit C ni vaksinasi yo'q, uni oldini olib bo'lmaydi. Endi yuqib qolish ehtimoli bor. Yuqib qolgan bo'lsa, hozir juda yaxshi davolash usullari bor.
uni aniqlab o'sha 6 oy 1 yilda tibbiy ko'rikdan o'tganda albatta gepatit B, gepatit C ga tekshiruv qilish kerak. Tekshiruv qilgandan keyin gepatit C mabodo aniqlansa, uni o'sha zahoti davolash kerak. Cho'zib yurmaslik kerak. Hozir imkoniyatim yo'q, ertaga kelaman. Ya'ni jiddiy qarash kerak bunga. Gepatit C ni davosi bor, davolash kerak bo'ladi. Ikkinchi xavf ketdimi? Jigarda yog' bosishi. Jigar yog' bosishi o'zimizning qo'limizda. To'g'ri ovqatlanish, tana vaznini ortmasligi jigar yog' bosishini oldini oladi. Har xil dorilarni noto'g'ri ichmaslik, spirtli ichimliklarni ichmaslik. Bu ham demak jigarni zararlanishini oldini oladi. Asosiy shu 3 ta anaqa sabab. Endi ko'pincha biza bemorlarga dori buyurganda shunaqa vaziyatlar kelib chiqadi. Ko'p savol berishadi. Doktor, bu dori masalan gepatit B virusiga qarshi dori biza buyuramizda. Gepatit B virusiga qarshi dori buyurildimi? Demak, doktor uni taroziga qo'ygan. Nojo'ya ta'sirlarini, sizga bo'ladigan foydasini. Foydasi tarozida og'ir kelgan. O'shaning uchun sizga bu dori buyurilyapti. Zararlari yengil kelgan. Shuning uchun sizga bu dori buyurilyapti. Agar zarari ko'p bo'lganda, foydasi kam bo'lganda, bu dori sizga buyurilmasdi. Shunaqa bo'lgan taqdirda ham doktor o'tlar bilan davolasa bo'lmaydimi? Tabiiy narsalar bilan davolasa bo'lmaydimi degan savollar ko'p bo'ladi-da. Baraka topkurlar, tabiiy vosita degani zararsiz degani emas. Masalan, ovqat, to'g'rimi? Ovqat yeysiz. Bu tabiiy-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Jigaringiz yog' bosyapti-ku. Jigaringizga zarar qilyapsiz-ku siz. Me'yordan oshiq yeganim uchun. Yashang. Dorini ham u aniq dozirovkasi bor, dorini. Masalan, 25 mg, 300 mg, to'g'rimi? Uni laboratoriya sinovlarida sizga o'xshagan bemorlarga, haligi ko'ngillilarga berib, necha yil mobaynida, 15 yil mobaynida sinalganda, o'rganilganda, qanaqa nojo'ya, nima qilinishi kerak o'sha paytda nojo'ya ta'sirlari. Tushundingizmi? Keyin sizga sotuvga chiqyapti u dori. Kimyoviy dori bo'lsa ham. Nimaga kimyoviy dori, nimaga tabiiy dori emas? O'sha ma'lum bir tabiiy narsalarni ichida sizga ijobiy ta'sir qiladigan, sizni kasalingizga shifo bo'ladigan qandaydir modda bor. O'sha tabiiy narsa ham kimyoviy elementlardan tarkib topgan, to'g'rimi? To'g'ri. U tabiiy narsa qanaqadir tabiiy narsadan tarkib, u ham tegida oxir oqibat nimaga borib taqaladi? Ximiyaga borib taqaladi, to'g'rimi? O'shani kimyogarlar, farm anaqalari industriyasi o'sha ta'sir qiluvchi narsani ichidan ajratib oladi. O'sha qaysi miqdorda o'sha virusingizni ko'payishini to'xtatadi, boshqa o'sha aniqlanadi va o'sha dozada dori ishlab chiqariladi. Boshqa tabiiy o'tni, tabiiy mahsulot ichida boshqa kerak emas narsalar yo'q uni ichida. O'sha kerakli moddasi ajratib olingan, o'shandan tayyorlangan o'sha dori. Tushuntira oldim? O'shaning uchun bemorlarga aytmoqchimanki, tabiiy degani bu foydali degani emas. Kimyoviy narsa, kimический yo'l bilan olingan bo'lsa, bu zararli degani emas. Doktor buyurayotgan bo'lsa, bu dorini qabul qilish kerak. Demak, sizga shu kasalingizga davo bo'lishi maqsadida u buyurilyapti. Tushunarli. O'zi Saidaz aka, jigarimiz filtr, to'g'ri? Jigar 500 dan ortiq vazifani bajaradi organizmda. Faqat filtr vazifasini bajarmaydi. Oqsil almashinuvida ishtirok etadi. Bizga eng kerakli bo'lgan albumin degan oqsili bor. O'sha oqsilni ishlab chiqaradi. Albumin bo'lmasa, siz albuminni faqat tashqaridan boshqa odamning albuminini ola olasiz. Yo'q. O'zi ishlab chiqmaydi. O'zingiz ishlab jigaringiz agar ishlab chiqarib bera olmasa, boshqa yo'l bilan olmaydi. Masalan, albumini bor, o't o'simlik yo'q, albumini bor, boshqa odamning albumini, человеческий albumin bo'ladi, o'shani quyishadi. Sizda yetishmasa u albumin. Chunki sizni jigaringiz ishlab chiqara olmayapti. Shunaqa original narsada bu, tushundingizmi? Uglevodlar almashinuvida, shakar almashinuvida ishtirok etadi, yog'lar almashinuvida ishtirok etadi jigar. Qon ivishiga ta'sir qiladi, immunitetga ta'sir qiladi, immun tizimida ishtirok etadi. Xullas,
500 dan ortiq jigari vazifasi bor. Shuning uchun siz aytganingizdek zaharli moddalarni neytralizatsiya qilish, dorilarni ta'sirini boshqarish, hamma ichgan doringiz jigar orqali o'tadi va jigarda o'sha kerakli oqsillar bilan birikib, kerakli a'zolarga boradi, o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Jigaringiz yaxshi ishlamasa, dorilar ham yaxshi ta'sir qilmaydi. Shuning uchun jigar juda organizmda muhim ishlarni bajaradi. Jigar sirrozi nasldan naslga o'tadimi? Bu genetik kasallik emasmi? Yo'q. Jigar sirrozi nasldan naslga o'tmaydi. Endi jigar sirroziga olib kelishi mumkin bo'lgan nasliy kasalliklar aytdim men yuqorida. O'shalar nasldan naslga o'tishi mumkin. Ya'ni avlodida kimdirdadir gemokhromatoz kasalligi bo'lsa yoki Wilson-Konovalov kasalligi bo'lsa yoki boshqa qanaqadir irsiy kasallik bo'lsa, jigarga zararlovchi. U o'tsa, unda ham jigarga zararlanish kelib chiqadi va natijada sirroz kelib chiqishi mumkin. Agar davolamasa, agar qarasa, davolasa, o'sha kasallikni avj davridan remissiyaga, ya'ni sus davriga o'tkazsa, demak jigarga zararlanish kamayadi. Natijada sirroz kelib chiqishi bo'lmaydi yoki ma'lum bir uzoq vaqtga cho'ziladi. Odatda jigar yetishmovchiligi bo'yicha transplantatsiya masalasi hal qilinadi. Jigar yetishmovchiligini 3 xil bosqichi bor. Bu avtor bo'yicha Child-Pugh klassifikatsiyasi deyiladi. Child-Pugh bo'yicha A sinf, B sinf va C sinf deyiladi. Uni o'zini formulasi bor. Bemorni analizlari bo'yicha hisoblanadi. Bemor bilirubini, albumini, qon yuvish masalasi, boshqa ko'rsatkichlari bor. Shu formulaga qo'yiladi. Formula bizga hisoblab beradi. Jigar sirrozi agar tashxisni o'qigan bo'lsanglar, bemorlarimiz ko'rishgan, yozib qo'yamiz. Jigar sirrozi Child-Pugh bo'yicha A sinf. Ya'ni jigar yetishmovchiligini A sinfi, jigar yetishmovchiligini B sinfi, jigar yetishmovchiligini C sinfi deymiz. Transplantologlar maslahat beradi. B va C sinfiga o'tganda transplantatsiya qilish maqsadga muvofiq. Ko'pincha bemorlar imkoni bo'lsa ham transplantatsiya masalasini cho'zishadi-da. Biz aytamiz, sizda transplantatsiyaga ehtiyoj bor. Transplantatsiya imkoningiz bo'lsa qildiring deymiz. Transplantatsiyadan maqsad jigar organizmda bajarayotgan o'sha 500 dan ortiq funksiyasini bajara olmay qolyapti. 500 dan ortiq ishi bor jigari, shuni qila olmayapti jigar. Albatta bu organizmga ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi. Mana shuni bartaraf qilish uchun faqat jigarni alishtirish kerak, transplantatsiya qilish kerak. O'sha yangi jigar, ko'chirib o'tkazilgan jigar o'sha 500 ta vazifani bajaradi. To'g'ri, u yana keyin zararlanishi mumkin. Masalan, surunkali virus bo'lsa, u virusni biz yo'qota olmasak, boshqa qila olmasak, lekin u transplantatsiya qilingan jigar yana fibrozlanib, sirrozga o'tishi uchun 10 yil, 15 yil vaqt ketadi. Mana ertaga bir oydan keyin bemorning holati yomonlashadi va o'lib qolishi mumkin bemor, to'g'rimi? Lekin transplantatsiya qilgandagi bemorning umri 10 yilga cho'zildi. 15 yilga cho'zildi. Tibbiyotning vazifasi bemorni 100% tuzatib yuborish emas. Bemorning hayot sifatini yaxshilash, bemorning umrini cho'zish. Qo'ldan kelsa. Demak, o'sha transplantatsiya bemorni umrini 10 yilga cho'zib beradimi? Demak, shuni biz qilishimiz kerak bo'ladi. Shuni tavsiya qilamiz. Chunki boshqa variantimiz yo'q. Boshqa variant yo'q. Boshqa variant bo'lsa, biz aytamiz. Boshqa variant bor deb. Boshqa variant bo'lmagandan keyin shuni tavsiya qilamiz biz. Endi jigarni sirrozi rivojlangan bo'lsa, jigar sirrozi tashxislangan bo'lsa, jigar sirrozini orqaga qaytarib bo'lmaydi. Orqaga qaytarish faqat jigar sirrozi rivojlanmagan holatda bo'lishi mumkin. O'sha jigarni qotishiga, jigarni fibrozlanishiga sababchi bo'layotgan omilni yo'qotsak, biz
jigar sirrozigacha bo'lgan vaqt ichida biza jigar sirrozi rivojlanishiga olib kelmaymiz. Endi jigar sirrozi rivojlanib bo'lgan bo'lsa, uni davolab bo'lmaydi. Faqat uni nazorat qilamiz xolos. Nazorat qilganda nima? Qanaqa kamchilik, qanaqa yetishmovchilik bo'lyapti? Oqsil jigar qilib bera olmayapti. Albuminni yaxshi sintezlab bera olmayapti. Ishdan chiqyapti. Albumin qo'yamiz. Qon ivishida buzilish bor. Qon ivishini to'g'irlaymiz. Biza jigarni ishini to'g'irlab qo'ymayapmiz. O'sha qon ivishida yetishmayotgan omillarni jigarga beryapmiz qo'shimcha ravishda. Biza YouTube kanalimizda shuni bildikki, kuzatdikki, bizani kuzatuvchilarimizga, obuna bo'layotganlarga jigar bilan bog'liq muammolar qiziq. Gepatit C, gepatit B, savol-javob juda ko'p bo'lgan. Shuning uchun jigar sirrozi masalasida ham qiziq bo'ladi degan fikrdamiz. Marhamat, agar savollar yozishsa, qaysi savollaringizga javob berish xohlashadi, shularni yozishsa, biza demak Nodirjon sizga vazifa bo'ladi. Ularni to'playsiz, sistemizatsiya qilasiz, bitta anaqaga ro'yxatga kiritib, xudo xolasa bu videoni ikkinchi qismini chiqaramiz. Bu endi jigar sirroziga qisqacha kirish bo'ldi hozir. Jigar sirrozi mavzusi juda katta mavzu, bu tugamadi. Bemorlarimiz haligi hayron bo'lishmasin, hamma savolga javob olmadik deb. Bu faqatgina kirish bo'ldi. Bu mavzu 2 ta, 3 ta, 4 ta balkim video bo'lishi mumkin. Buni bemorlarimizni, kuzatuvchilarimizni savol-javobiga qarab biza aniqlaymiz va bu videoni davomlarini qilamiz albatta. Hozircha demak shu yerda tugatamiz. Xudo xolasa bemorlarni, kuzatuvchilarni savol-javobiga qarab, ularni kommentariyalariga qarab, bizaga obuna bo'lishlariga qarab, ularni faolligiga qarab biza keyingi seriyalarni chiqaramiz. Keyingi ko'rsatuvlarimizni, haligi suhbatimizni chiqaramiz. Faol bo'lishmasa, demak qiziq emas bu mavzu. Bu mavzuni qaytmaymiz, bu mavzuga boshqa mavzu qilamiz. Katta rahmat sizga. Salomat bo'ling.